Kompartiyasının işki kısmındaki hücceti öz küçüğü tayin et iş görüş ta'kidlendi. Prezident Trump bilan Xi Jinping söhbetida o'zgarish bo'layotidir. Mavzuda xabar 11 ayning 24-kun Dovitor betida e'lon qilindi. Xabar bundan boshlandi. 11 ayning oxirida rais Xi Jinping Amerika Qo'shma Shtatlarining prezident Trump bilan suhbat o'tkazdi. Bu suhbat Jungo Amerika savdo munosabatining halqalıq paytida o'tkazilyapti. 11 ayning 1-kuni prezident Trump bilan rais Xi Jinping telefonda so'zlashgandan beri Amerika Jungo yarışadigan kayfiyat o'rtaga chiqqan edi. Chunki yangi taraqqiyotlar ko'rsatgan voqealarni o'zgarish bo'lyapti. 11 ayning 21-kuni Jungo Kompartiyasi sardajlik hukumatlarga organlarga bir parcha hujjat tarqatdi. Hujjatda partiya hukumat organlarining o'z kuchiga tayanib ish ko'rib, paychak bozorining, privat bozorining hamda shirkatlarning ta'virlashiga taqobil turishga buyruq berildi. İctimai muqimlikni qo'g'dash va saqlash talab qilindi. Partiya rahbarligida qiyinchilikni yengish talab qilindi. Matbuotlarda xabarda bunday ko'rsatildi. Jungoning muavin vaziri Liu He 11 ayning 25-kunda 28-kunigacha Germaniyani ziyorat qilib, 8-navbatlik Jungo Yevropa munbiri yig'iniga qatnashadigan bo'ldi. Bundan burun prezident Trump bilan Xi Jinping telefonda so'zlashgandan keyin matbuotlar izchil orqadan xabar qilib, prezident Trump bilan rais Xi Jinping ko'rishishdan burun Amerikani ziyorat qilib, yana Argentinaga berib, Amerika Jungo savdo suhbatiga qatnashadi deyilgan. Muavin vazir Liu He agar Germaniyani ziyorat qiladigan bo'lsa, bu demak prezident Trump bilan Xi Jinping ko'rishishdan burun Jungo tarafdan Liu He yetakchiligidagi Amerika Jungo savdosi bo'yicha maslahatlashishning bekor qilinganligidan darak berdi. Zaten nima ish yuz berdi? Bundan burun Liu He Amerika'ya, Argentinaga berib, Amerika bilan suhbat o'tkazadigan xabarlar yarim yo'lda bola tashlab o'tdimi? 11 ayning 16-kuni Oqsaroyda muxbirlarni kutib olish yig'inida Jungo Amerika savdo 11 ayning 20 Amerika savdo urush to'g'risida to'xtalganda prezident Trump bunday ko'rsatgan. Jungo yaqinda Amerikaga savdo islohoti jadvali topshirdi. Prezident bunday ko'rsatdi. Bu intayin zo'r suhbat, zo'r hujjat. Bu yaxshi ish deb hisobladi prezident Trump. Jungo kelishim imzolamoqchi bo'lyapti. Biz kelishim imzolaymiz. Lekin hujjat 4-5 tak muhim masala tushib qopti. Hujjatda 4-5 tak muhim masala tushib qopti. Prezident Trumpning og'zidan chiqqan hujjati 4-5 tak zo'r masala tushib qopti degan so'zni tahlilchilar tahlil qilib bunday ko'rsatdi. Amerika tarafining talab qilayotganlari intayin atrofliq va intayin konkret. Tamojdan baja masalasilar emas, patent huquqi, haq qo'shib berish, texnik yutunib berish masalalari buning ichida. Amerika talab qilayotgan talablar yana bir yo'l bir belbog' masalasi. Janubiy dengiz masalasini ko'pchilik jur'at qilolmabdi Moldova to'rbeti Janubiy dengiz masalasini, Tayvan masalasini, Uyg'uristonda kishilik huquq masalasini qator tizmomsiz bu masalalarni 11 ayning 10-kuni shular tuzildi-ku. Xabar yozuvchi jur'at qilolmabdi. Demak, bu yerda faqat Janubiy dengizida Jungo'da yasaldi 2025-yil planini o'z ichiga olgandan tashqari eng negizli bir taraf Jungo'ning taraqqiyot andisi nima degan masalalarni o'z ichiga oldi. Jungo Amerikaning talablarini shu paytda qabul qila olmaydi. Hatta 11 ayning 8-kuni rais Xi Jinping bilan Beijingda Amerikaning sobiq davlat ishlar katibi Kissinger ko'rishganda Amerika hukumatiga qartab yaqinda o'tkazilgan Amerika Jungo suhbatida Jungo tarafining tagligini oshkorlab Xi Jinping
mundaq dedi. Amerika Cumhuriyeti'nin özü tanlap algan taraqqat yoluga aralashmaydi deb ko'rsatdi. Aralışalmaydı deb ko'rsatdi. 11 ayning 17-kuni Rais Xi Jinping nutq so'zlaganda mundaq ko'rsatdi. Mayli so'q munosabatlar urushi bo'lsa, mayli yoki qiziq, ya'ni o'q yog'adigan urush bo'lsa, rasmiy urushni davolanishi bo'lishi Jinping. Va yoki savdo urushi bo'lsa, g'alaba qiladigan bir taraf bo'lmaydi. Ko'pchilik 11 ayning 17-kuni Papao Yeni Gvineyada o'tkazilgan Osiyo Tinch okean hamkorlik yig'inida Rais Xi Jinping bilan Amerika Qo'shma Shtatlarining muavin prezidenti Pence nutq so'zlaganda bir-biriga savdo mojarosi tufayli keskin ilishdi.